Mana azizlar, rogaligimiz tayyor bo'ldi. Qiyomga botirib oldik. Yoqimli ishtaha. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Mana azizlar, xamirga moy qo'shdik va xamir o'rtacha yumshoqlikda. Mana yumshoq bo'lishi kerak. Xamir qorib oldik. Endi uni tindirishga qo'yamiz va rogalik tayyorlashning ikkinchi muhim sirini video davomida aytib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana azizlar, xamirimiz oshib chiqdi. Endi uni zivolachalarga bo'lib xamirimizni yog'lab olamiz. Mana bizda o'rtacha kattalikda 6 ta zivolachalar bo'ldi. Uni biz rogalik tayyorlashning ikkinchi muhim siri, bu xamirlar qanchalik qalin bo'lib ketsa, pishmay qolishi mumkin. O'sha uchun 3 tadan mana zivolachalarni bittasini katta qilib oldik va uni yog'lab olamiz. Mana birinchi xamirimizni yoyib oldik va uni yog'lab oldik mana. Bu yog' qotguncha ikkinchi zivolamizni katta qilib olamiz. Mana uchinchi xamirni ham ustidan qo'yib oldik. Rogalik tayyorlashdagi eng muhim sir deb bilaman. 6 ta xamirni hammasini ust-ustiga qilmayman, chunki xamirlar qanchalik ust-ustiga bo'lsa, mana tayyor xamirni endi kesib oldik. 6 ta bo'lsa juda ham qalin bo'lib, pishgan vaqtida xamir xom bo'lib qoladi. O'sha uchun men har doim 3 ta xamirni bitta qilib pishirib olaman. Endi buni o'rab lislarga rogaliklarni o'rab tugib oldik. Endi uni ko'tarilguncha dam oldirishga qo'yamiz. Iliq joyga tindirishga qo'yamiz. Mana azizlar, rogaligimiz ko'tarilib oldi. Endi qizigan duxovkada 200 gradusda, oldindan qizirilgan duxovkada 200 gradusda pishirib olamiz. Mana azizlar, rogaligimizni tuxum surtib oldik. Endi gazga 200 gradusda qo'yib olamiz. Gazga qo'ygan paytida rogaligimiz ustiga qiyom tayyorlaymiz. Uni video davomida aytib o'taman. Rogaligimiz tayyor bo'lguncha 1 stakan shakar va 1 stakan suvni qaynatib qiyom qilib olamiz. Rogalik boluchkalarimizni ustini bezash uchun. Mana azizlar, boluchkalarimiz ko'tarilib, endi cho'li tusga kiryapti. Endi joyini almashtirib olamiz, bir xil qizarishi uchun. Mana azizlar, boluchkalarimiz ko'tarilib, chiroyli bo'lib rangi kiryapti. Mana rogaligimiz tayyor bo'ldi. Endi uni qiyomga botirib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Mana rogaligimiz tayyor bo'ldi. Endi qiyomga botirib olamiz.